Assalomu alaykum. Bir kontor bir mahsulot tamoyil asosida ushbu mahsulot Jizzax viloyati Mirzacho'l tuman Gulzor mahallasi hududidagi 2568 sonli kontorda amalga oshirilmoqda. Ushbu yer maydonida tarvuz mahsulotlari ekilgan. Jami yer maydoni 10 gektarni tashkil etib, yer maydoni uzunligi 821 metrni, eni 147 metrni tashkil qiladi. Ekilgan tarvuz ekinlari bugungi kunda dehqon xo'jaliklari tomonidan ishlovlar berib parvarishlanmoqda. Ushbu loyihaga 10 nafar dehqon xo'jalik biriktirilgan, ya'ni har bir dehqon xo'jaligiga 1 gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida Gulzor yoshlik kooperativi biriktirilgan. Kelajakda har bir gektar yer maydonidan 35 tonnadan hosil olib, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ushbu tarvuz ekinlarining holati yaxshi. Dorilar berilib, dehqon xo'jaliklari tomonidan yaxshi parvarishlanmoqda.